nimaga men yana 10 kunlik tanaffusdan keyin bugun yo'lda ketayotganimda birdaniga nimaga yana YouTube'ga video olmayapman deb o'zimga o'zim jahl qilib ketyapman. Har doim bir o'zim qolganimda o'zimni o'zim muhokama qilaman, obsujdatsiya qilaman. Yugur bilan o'tib ketyapti kunlarimizda. Yana Ramazon oyi kirib keldi. Ramazon oyi muborak bo'lsin hammamizga. Ramazonga ozgina tayyorgarlik, keyin qo'shnilar bilan iftorlik deganim bilan shu bilan 10 kun o'tib ketibdi. Video ololmaganimga 10 kun bo'ldi. Instagramda albatta orada bir video qo'yib turdim, ko'rgan bo'lsanglar. Hozir qaynonam bilan yana больницаga borishim kerak. O'tga ketyapman xullas. İstanbulga qarab har doimgidek Istanbul probkalarida ketib bo'lmayapti-da. Umuman yo'lga chiqqanimga hozir 40 minut bo'ldi. Endi yo'limni bir choragini o'tib bo'ldim xolos. Yana nima bor? Ancha yo'limizda bor. Xullas qaynonamlarni Turkov sinimlaridan olib o'tdan больницаga borishim kerak. Keyin kuni bilan nima ishlar qilaman? Bolalarni maktabdan chiqishlariga ulguramanmi, yo'qmi, uni ham bilmayman hali. Chunki ozgina uzoq va probka bo'lganligi uchun bolalar agar mabodo bolalarni maktabdan olishga ulgurmasam, qo'shnilarim bor albatta, sog' bo'lishsa ular olishadi. Har doim bironta ishim chiqib qolganda podдержка qilishadi. Bironta ishim bo'lsa etkim, agar hattoki даже aylangani ketsang ham etkim bo'ldi deyishadi-da. Viza olmoqchimisan, Istanbulga bormoqchimisan, farqi yo'q, bizaga etkin, biza bolalarga qaraymiz deb aytishadi. Sog' bo'lishsin. Juda ham zo'r qo'shnilarim bor. Ko'plar hattoki turklarni o'zi ham hayron qolishadi-da. Boshqa mahallada yashagan qo'shnilarim ham, tanigan qarindoshlarim, umuman turk tanishlar hayron qolishadi bunaqa qo'shnimizlarning munosabatlariga. Ko'z tegmasin, qo'limdan kelgancha men ham xuddi shunaqa ularning ishlari chiqqanda o'zim bolalarni olib ovqatlantirib qarab o'tiraman. Xullas, nima demoqchi edim? Kunimni nimalar bilan o'tib ketishini qisqa qilib aytay dedim va bitta kommentariy o'qib qolgan edim. Qo'shnilaringiz sizni turklik, o'zbekligingizni bilishadimi deb yozgan ekanlar bitta kuzatuvchimiz. O'shanga rosa aniq g'alati savolda bor, g'alati bo'ldim. Nimaga, ya'ni o'zbekligimni bilib turib shunchalik munosabatinglar yaxshimi yoki o'zbekligingizni bilmaydimi demoqchilar shekilli-da. Men to'g'risi gapim yig'ilib qoldi. Qaranglar, 10 kun video olmadim, o'shaning uchun ham gapim yig'ilib qoldi. Hech qachon o'zbekligimni hech kimdan yashirmayman. Hech qachon yashirishni, umuman katta bo'lganimni, qanaqa sharoitlarda katta bo'lganimni, umuman o'tmishimdagi hamma narsalarni hech kimdan yashirmaganman, yashirmayman, yashirish niyatim ham yo'q va o'zbekligimni har doim faxrlanib aytaman. Hattoki Instagramda ham haligacha men Shahnoza deb yozib qo'yganmanki, bilishsin shtoman har o'zbekligimni даже tanimagan odamlar, yana подписчиklar yoki masalan Elani maktabida, bog'chasida endi tanishgan insonlarim meni Instagramda so'rashganida darrov ismimni aytaman-da, Shahnoza, uni olib aytaman. Sразу deb qolishadi-da. Turkmasmisiz deb mavzu ochiladi va men har doim buni faxrlanib, yo'q, men o'zbekman deb aytib beraman. Bu kommentariy juda ham g'alati tuyuldi menga, bilmadim. Men aniq ta'sirlandimmi yoki noto'g'ri tushundimmi? Qisqa qilib shu haqida ham gapirib o'tib ketay dedim. Sekin kunimizni yana vlog olishni boshlaymiz. Sizlarga hozir probkani ko'rsataman. Qizlar probkani qaranglar. Qadam ketyapmiz xullas.
Ay bor oy tarafimda inshaalloh ko'rmadi degan umiddaman. Telefonim ushlab olib video otganimni. Ya ne dersen et, adamı tutuklamadılar mı tutukladılar. CHP'den diyor, kaç tane belediye başkanı diyor. Delege çoğudu AK Parti'nin. Yangani chiqdik. Shu turk dugonalarni nimasini yaxshi ko'raman bilasizlarmi? Просто hazillashib bo'lsa ham, shu yerga borsamikin deb o'ylasam ham, sразу tayyor bo'lib turishadi-da. Bitta narsa ko'rdim internetdan, uni olgani keldim, sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, internetdan ko'rgan edim men buni. Sapochkalarni. Aytdim sizlarga bundan keyin qor uchun maxsus kiyimlar olaman deb. Oyoq kiyimdan boshladim xullas. Umuman soat qizmaydi. Zamoglari bo'lsa ham qaranglar, nimasi bor bu yerda materiali, чтобы sovutmasligi uchun. Bitta sweatshirt bilan tayt oldim. Balki sport bilan shug'ullanarmiz deb o'zimizcha plan qilyapmiz. Bolalar maktabdan kelganidan keyin har xil yo velosiped yoki skuter yoki nima deydi, hoverboard mingilari kelishadi-da, yaxshi ham, sitada. Bularni hammasini qo'yishga joy bor. Hamma nimalarini bo'tga qo'yib qo'yishgan. Velosiped, skuterlarini, nimalar, akkumulyatorli mashinami, nima deyishadi, xullas. Hozirgi bolalarni anaqasini aytaman-da, qanchalik omadli bolalar. Hammaligi uchun tegishli. Hozirgi zamonni bolalarini. Ne için? Bisiklet için. Anne bu babanın. Sen neyse. Bende değil de babanda. Baban evde. Anne babanın. Hangisi babanın? Babanın. Evet. Anne bak babanın. Benim favori kurabiye kim yaptı Kurabiye de dayanamadım, yiyeceğim. Lütfen yani. Kız ömrüm brownie'ydi, şimdi yalan yok brownie. Kecha o'zimga shuncha jahl qilib yana videoni tayyorlamasdan, oxirigacha tugatmasdan o'chirib qo'yibman. To'g'rog'i uxlab qolibman. Qizlar bilan ancha gaplashib o'tirdik. Hozir maktabga keldim. To'g'rog'i maktab ham bor, lekin pastki qavatda bog'cha, Eylani bog'chasiga keldim. Bugun nima tadbir bor ekan. O'shanda ishtirok etarkanmiz, ayollar uchun maxsus. Videomni shu yerda to'xtataman. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.